Har bir bola davlatimizning bevosita mehr va e'tiborida. Shu o'rinda bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan ijtimoiy ko'makka muhtoj, imkoniyati cheklangan bemor bolalar bepul davolanib kelinmoqda. Fondning navbatdagisi vasiylik kengashi muhokamasi kun tartibiga 3 ta masala kiritilgan bo'lib, ularning har biri atroflicha kengash a'zolari tomonidan muhokama qilindi. Xususan, jamoat fondiga joriy yil yanvar-sentyabr oylarida kelib tushgan murojaatlar, bunda kasallikka chalingan bemor bolalar ro'yxati, zarur dori vositalari va boshqa moddiy yordamlar qiymati hamda uni moliyalashtirish manbalari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondining vasiylik kengashining navbatdagi yig'ilishida 15 nafar bemor bolalarning xorijda amalga oshiriladigan murakkab operatsiyalar uchun ajratiladigan pul mablag'larini tasdiqlash yuzasidan mutaxassislarning xulosalari tinglandi va yakunda bemor bolalar uchun 12 milliard so'm miqdorda pul mablag'lari ajratish ma'qullandi. Dastlab kengash yig'ilishida bolalar fondining hisoboti tinglandi. Unga ko'ra, fondga shu kunga qadar 11340 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 9240 nafar bolada turli tibbiy, ijtimoiy, psixologik yordam va tibbiy ko'riklar amalga oshirilgan. 240 nafar bola murakkab tashxis bilan xorij klinikalarida davolanish uchun yuborilgan. 1560 nafar bola esa hududlarda o'tkazilgan tibbiy aksiyalar davomida mahalliy shifokorlar bilan birga operatsiya qilingan. 300 nafar bolaga turli darajada moddiy va ma'naviy manzilli yordamlar ko'rsatilgan. Jarrohlik amaliyotiga 12 milliard so'm ajratilish masalasi edi. Vasiylik kengashi a'zolari tomonidan tasdiqlandi. Orfan kasalligiga kiruvchi nomukammal osteogenez tashxisli bolalarni davolash uchun 70 ta bolaga implantlar sotib olish masalasi qo'yilgan edi. $500 ming mablag', ya'ni o'sha 70 ta bolaga yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini o'tkazish yo'li bilan ushbu bolalarni davolash kerak edi. Buni ham vasiylik kengashi a'zolari bilan ko'rib chiqdik, bir ovozdan qabul qilishdi. Kengash a'zolari har bir taqdim etilgan masala yuzasidan o'z munosabatini bildirdi va kechiktirib bo'lmaydigan moliyaviy yordamlarni o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha qaror bayoni bir ovozdan ma'qullandi.